VIPga mijoz keldi, bor qara. Xush kelibsizlar. Marhamat, menyu. Ko'pchilik ofitsiantlar VIP mijoz deganda ikki xil xato qilishadi. Haddan tashqari yopishib olishadi yoki ortiqcha sovuqlik qilishadi. Aslida esa VIP mijoz alohida inson emas. Bugun biz VIP mijozga xizmat ko'rsatishda nima qilish kerak, nima mumkin emas va eng muhimi qanday qilib hurmatni sezdirish, qulaylik yaratish mumkinligini tushuntiramiz. VIP mijoz uchun eng muhimi xotirjamlik. Agar ofitsiant baland ovozda gapirsa, Bo'ldimi? Shumi buyurtmalaringiz? ortiqcha savol bersa, Kostyumingiz zo'r ekan. Qayerdan olgansiz? tez bezovta qilsa, Yana nimadir kerakmi? VIP mijoz o'zini alohida emas, aksincha, noqulay his qiladi. VIPga xizmat bu shovqin emas, sokinlikdir. Biz esa buni ularga yaratib berishimiz kerak. VIP mijoz bilan ishlashda 3 ta asosiy qoida bor. Masofa, Juda yaqin ham emas, juda uzoq ham emas. tashabbus, Shirin aka. Mijoz so'rashidan oldin ehtiyojini sezish. xotira, Mijozni oldingi buyurtmalardan kelib chiqib, uni didini eslab qolish kerak. VIP mijoz uzoq kutishni yoqtirmaydi, lekin shoshib ishlashni ham xohlamaydi. Shuning uchun xizmat sezilmas, lekin doimiy bo'lishi kerak. Agar ofitsiant ko'z bilan aloqani saqlasa, mijoz o'zini nazoratda his qiladi. Unutmang, VIP mijozlar hamma detalni hisobga olib restoran tanlaydi. Kechirasiz. Shu salatni o'zgartirib bering. Xo'p bo'ladi. VIP mijoz tez fikrini o'zgartirishi mumkin. Bu injiqlik emas, bu erkinlikka o'rganganligidan. Chunki ular shu VIP xizmat uchun shunga yarasha haq to'lashadi. Ofitsiant bahslashmasligi, yuz ifodasini o'zgartirmasligi, maylini ohista aytish kerak. VIPda har bir mimika muhim. Eng katta xato VIP mijozga oddiy mijozdan boshqacha ohangda gapirish. VIP mijoz soxtalikni sezadi. Ularga kerak bo'lgan narsa oddiy va professionallik, shu xolos. To'g'ri xizmat qilingan VIP mijoz kam gapiradi. Agarda VIP mijozga xizmat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, ovoz va harakatda sokin bo'ling. Ortiqcha savol bermang. Mijoz ehtiyojini oldindan sezishga harakat qiling. Masofani saqlang, mimika va ohangni nazorat qiling. Sizlar bilan menejer Asqar Fazliddin bo'ldi. Bizning mahorat rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.